2009-yilning yoz fasli o'rtalariga kelib, O'zbekiston fuqarolariga, xususan diniy ulamolar va huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlariga qarshi ketma-ket qotillik va suiqasdlar sodir etila boshlandi. Bu xunrezliklarni tahlil qilar ekanmiz, nega qotilliklar asosan din vakillariga nisbatan uyushtirildi degan savol yuzaga keladi. Bu haqda filmning ikkinchi qismida so'z yuritamiz. Sodir etilgan mazkur qotillik jinoyatlari bo'yicha tezkor qidiruv ishlari tashkil etildi. Dastlab O'zbekistonda Umar ismli noma'lum shaxs rahbarligida ekstremistik guruh faoliyat yuritayotgani haqida tezkor ma'lumot olindi. Keyinchalik 1999-yil 16-fevraldagi terrorchilik harakatlaridagi ishtiroki uchun qidiruvda bo'lgan, Checheniston va Dog'istonda terrorchilik tayyorgarligidan o'tgan va Ukrainadan qochib kelgan bu shaxs suratdan Mahmudov Shavkat ekani aniqlandi. Ukrainada ham qotillik va talonchilik kabi o'ta og'ir jinoyatlar sodir etgan Shavkat Mahmudov qochish uchun joy izlab 2008-yilning boshlarida Qozog'istonning janubi Chimkentga keladi va Toshkent shahri va poytaxt viloyati aholisi orasida yashirin jihodchilar jamoatini tuzish bo'yicha faol ish olib boradi. Bu borada Shavkatga o'g'li Shuhrat Dilshodov va 1977-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan Davron Ismonxo'jayevlar yaqindan ko'maklashadi. 3 kun o'tgandan keyin u Umar shaxsiy ismidan meni tanishtirdi. Umar o'sha jihod g'oyalarini olg'a surib, O'zbekistonda shar'iy islomiy davlat qurishligini va bu narsa jihod yo'lida bo'lishligini aytdi. Achinarlisi shundaki, ilgari diniy ekstremistik tashkilotlar faoliyatidagi ishtiroki uchun ozodlikdan mahrum etilib, keyinchalik xalqimizga xos bag'rikenglik ifodasi bo'lgan amnistiya akti bilan kechirilib, ozodlikka chiqarilgan ba'zi kimsalar ham yana jihodchilar ekstremistik guruhiga qo'shilib qoladi. Davlatimiz tomonidan ko'rsatilgan yuksak insonparvarlikdan to'g'ri xulosa chiqarib, boshqalarni bu xato yo'ldan qaytarish o'rniga lafzidan qaytadi. Ko'r ham hassasini bir marta yo'qotadi degan purma'no naqlning mag'zini chaqmaydi. 8 yilga qamoqqa olinib, Qarshida 3 yil jazoni o'tab, O'zbekiston Respublikasi prezidentining chiqargan amnistiya farmoniga muvofiq ozodlikka chiqqanman. 2004-yilga o'sha vahobiylik oqimiga bir kirib qolib, meni o'sha jamoat a'zolarim qamalib qolganda, o'zim shu aybimni iqror bo'lib, kechirim so'rab xalqimdan prezidentimga bordim. Ular haqiqatan afnomaga prezidentimiz xalqimiz kechirdi, shunga afv bo'ldim. Jamoat a'zolari qo'poruvchiliklarga tayyorgarlik ko'rar ekan, moddiy texnik jihatdan yaxshi ta'minlangan, moliyaviy ko'mak olib turgan. Jinoiy maqsadlar uchun to'plangan pullar o'zlari amaliyot deb atagan talonchilik orqali topilgan hamda ularga xayrixoh bo'lgan tadbirkorlar berib turgan. Jumladan Shavkat Mahmudovga tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi aka-uka Nurullayevlar mablag' tarafdan yordam berib kelgan. Mahmud Shavkat aka qoldilar. O'shanda Nurullayev Baxtiyor aka kirib, Mahmud Shavkat akaga 15,000 AQSh dollari berganini ko'rganman. Baxtiyor aka Shavkat akaga bu pul sizga yana kerak bo'lsa aytavering, qilib beraman va bu ishlar uchun men tayyorman deganligini guvohi bo'lganman va eshitganman. Aka-uka Nurullayevlar mamlakatimizda tadbirkorlar uchun yaratilgan qulay imkoniyatdan foydalanib orttirgan boyligini el manfaati yo'lida saxovatli ishlarga sarflash o'rniga yurtimizning osoyishtaligini buzuvchi, xalqimizning osuda hayotiga rahna soluvchi qora kuchlarni rag'batlantirishga ishlatganini qanday izohlash mumkin? Dastlab tergovda birga ko'rgazmamizda akangiz Baxtiyor Nurullayev shu terrorizmni moliyalashtirish uchun, ya'ni qurol yarog' o'qlar sotib olish uchun Mahmud Shavkatga 100,000 AQSh dollar berganini ko'rsatgansiz. Ko'rgazmalaringiz to'g'rimi? Hammasi to'g'ri. To'g'ri.
Ularning harakatlarida faqatgina odamlarni o'ldirish, so'yish, hatto ulamolarni ham jismonan yo'q qilishgacha borib yetishdimi? Demak, ularda hech qanday bir insoniy fazilatlarning o'zi yo'q ekanligini namunasi emasmi? Bu narsalarni hech qaysi ulamo, hech qaysi din vakili va hech qaysi olim masalan bu narsani oqlay olmaydi. Bularni hammasini ana shu maxsus bir doiralarni homiyligi ostida bizni yurtimiz, nafaqat bizni yurtimiz orqali Markaziy Osiyodagi barqaror vaziyatga mana shunday bir salbiy ta'sir o'tkazish va shu yerdagi tinchlikka rahna solish degan narsa maqsad qilib qo'yilganligini aytishimiz mumkin. Shavkat Mahmudov hozirda qidiruvda bo'lgan Baxtiyor Bekmirzayevga ko'rsatma berib, 2009-yilning iyun oyi oxirlarida Qozog'istondan aylanma yo'llar bilan qurol aslaha olib o'tadi. Umar darsni boshladi. Keyin o'sha bana to'sovlarni o'tib bo'ldi dedi. Endi dedi jihodda g'alaba qandoq bo'lish kerak? Shu jihodni qurol bilan qilish kerak. Mana men bitta qurol ko'rsatgani olib keldim. Mana shuni ko'rib, o'rganib razborka qilishni o'rgataman dedi. Dars tamom bo'lgandan keyin o'sha qurolni razborka qilib o'rgatdi. Shunisi yanada achinarliki, bir necha sportchilar ham mazkur jamoat a'zolari bilan yaqindan aloqada bo'lib, ularni qo'l jangi bo'yicha tayyorlagani aniqlandi. Jumladan Ilhom Shomansurov avval ham shunga o'xshash oqimlarga qo'shilgandi, lekin keyinchalik o'z xatoyimni anglab yetdim deb kechirim so'ragach, unga nisbatan bag'ri kenglik qilinib, imkoniyat berilgandi. Holbuki u yana buzg'unchilikka bosh qo'shadi. Keyingi darslarda Mahmud Shavkat mendan nima bilan shug'ullanishimni so'radi, ya'ni kasbim nima qilganman. Men shu taekwondo sport turida 10 yildan shug'ullanganman. Xalqaro toifali sport ustasi. Bir necha karra jahon chempioni sovrindori bo'lganligimni aytganman. Shunda u menga taklif qilgan jamoatimizdagi bolalarni qo'l jangi bilan mashg'ulot o'tkazishni va oyiga 200-300 dollar AQSh dollarini va'da qilgan. Jamoat a'zolari qisqa muddatli tayyorgarlikdan so'ng terrorchilik harakatini sodir etish, hatto o'zini o'zi halok qilishga tayyor manqurt holatiga keltirilgan. Jumladan g'oyaviy ishlovdan o'tgan Shahzod Ko'paysinov, Artur Guziyev, Umidjon Muslimov va Sobitxo'ja Toshpo'latovlar belgilangan obyektlarga hujum qilib, o'zini o'zi portlatib halok qilishga rozi bo'lgan. Umar aka bizga dars jarayonida bu yo'lda shahid ketishlik haqida gapirtirib, jamoat a'zolarini shunga da'vat qilardi. Kerak bo'lsa, shu yo'lda o'lib ketish, shahid ketishlik haqida ham gapirgan, tushuntirgan jamoat a'zolariga. Bizani ongimizga ta'sir qilgan edi, biz unga e'tiroz bildira olmaganmiz, faqat eshitib o'tirganmiz uni darslarini. Masalan, ana shu jihodga chorlagan odamlar insonlarga shunday narsani va'da qilishyaptiki, go'yo ana shu jihod qilayotgan odam, ya'ni go'yoki islom uchun kurashayotgan odam shahid bo'ladigan bo'lsa, unday odamlarga jannatda qasrlar qurilishini va shu bilan birgalikda 70 ta qarindoshini savol javobsiz o'zi bilan birga jannatga olib kirishdek huquq berishi to'g'risida safsatalarni olib chiqishyapti. Aslida esa shahid so'ziga sharh beradigan bo'lsak, shahid shunday insonki, qachonki o'zini vatanini himoyasida halok bo'lsa, unday farzand, unday yurt farzandi shahid bo'ladi. Lekin bularni biz olib qaraydigan bo'lsak, mana shu jihodchilarni olib qaraydigan bo'lsak, ular mana shu vatanni tark etib, o'zini vataniga qurol ko'targan odamlarni qanday biz shahid deyishimiz mumkin? Shahid so'zini qo'llash mumkinmi shundan keyin? Shavkat Mahmudov va uning yaqin hammaslagi Davron Ismonxo'jayev nafaqat jamoatdagi yoshlarga, balki o'z ayollariga ham g'oyaviy jismoniy ta'sir o'tkazib, ularni ham belgilangan joyga borib o'zini o'zi portlatib halok bo'lishga tayyorlab boradi.